Cheguei no baile, luzes a piscar. Corpo quente, não vou parar. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você na mira. Hop, biza hozir anaqadamiz, nima deydi, gaydamiz. Xudo xolasa ishlarimizni bitirib bo'lib, nasib qilsa ofisga o'tamiz. Пока что ishlar bilan ko'chada yuribmiz. Xudo xolasa ishlarimizni bitirib olsak, keyin ofisga o'tib, yana darsga davom etamiz. Bizda shunaqa gaplar. Hop, hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar, salomatligingiz yaxshimi? Hop, bugun challenge'imizni 22-kuni edi. Bugun istoriyaga qo'yolmadim, vaqtim bo'lmadi. Ya'ni qilingan targ'ibot qilingan summani qo'yishga uspet qila olmadim. Xudo xolasa buni уже reelsda ko'rib olasizlar. Hop, videoni o'tkazib olib qildim, sababi foydani ko'rib oldim. $4,481 общий foydada turgandi. Bugun 1800 atrofida foyda qildik, ya'ni bugungi foydamiz $46,281 bo'ldi. Ya'ni alhamdulillah deb qolamiz. Stabilniy, как положено, sizlar bilan challenge olib bordik. Va hozirgi paytda depozitimiz $46,281 da turibdi. Общий holatda почти $17,000 dan oshiqroq, $17,000 atrofida foyda qildik. Endi bu yoqqa hali challenge yana keyingi kuni bor, ya'ni hali 8 kuni bor. Biz challenge to'xtatmaslikka qaror qildim. Ya'ni lichna men qaror qildim bu narsaga. Ya'ni mana shu shotdan bir so'm pulim yechmayman va 1 yil davomida keyingi mana shu yilni oxirgi oyigacha mana shu depozitda boshqarib boraman. Xudo xolasa challenge hammasini ko'rib borasizlar. Mana shu 300 qo'pol qilib aytganda примерно plus minus 300 qancha bo'ladi? Примерно aytaylik 280 kun savdo kuni deb hisoblaydigan bo'lsa, 280 yoki 260 kun savdo kuni deb hisoblaydigan bo'lsa, 260 ta video hammasi reelsga joylanadi. Va xudo xolasa sizlar ham shu stabilniy shotimizni 1 yil davomida boshqarib borishimizni ko'rib borasizlar. Bu yog'iga bilasizlar, menda hech qanaqa kurslar, balobatlarlar yo'q. Men o'zimnikini aytib bo'ldim. Boshqa hech qanaqa kurs o'tishni ham, boshqa kimgadir ta'lim berishni ham xohlamayman. Faqatgina abadiy gruppa bor. U sayt bilasizlar, u yerda bir haftada bir marta dars beraman va har kuni o'tgan ideyalarim bilan bo'lishib boraman. Va u saytda hamma darsliklar, hamma meni individualniy bo'yicha o'tgan darsliklarim hammasi bor. Va faqat o'sha joyga tashab boriladi, ya'ni o'sha joyga qo'yib boriladi. Faqat shu abadiydagi bolalar bilan bu yog'iga ish olib boraman. Ular bilan stabilniy daromadga ishlaymiz. Abadiyni bilasizlar, uzoq muddatli ta'lim hisoblanadi. Ya'ni 10 yilga do'stib olasiz. Bitta to'lov qilasiz va 10 yilga do'stib olasiz. O'shalar bilan birgalikda biz davom ettiramiz. Ya'ni bu yoqdan challenge'imiz ham ketadi, bu yoqdan o'sha abadiyga saytga ta'lim berib boramiz. Boshqa hech qanaqa ta'lim ham bermayman. Hech qanaqa individualniy ham, boshqa ham balobatlar ham ochilmaydi. Kimdir konkretni o'qish niyati bo'lsa, faqatgina individualniyga birga yozilsa bo'ladi. Meni komandamga qo'shilib turib, komanda bilan birga o'ssa bo'ladi. Uni summasi kichkina bo'lmaydi. Yo'g'ini уже suhbat davomida gaplashib olamiz. Biza bugun mana 22-challenge kunimizni alhamdulillah foyda bilan tugatdik. Bugungi foydamiz $1,728 atrofida bo'ldi. Uni mana shu reelsga tepasiga qo'yib boramiz foydalarni. Xudo xolasa ko'rib borasizlar. Bugungi foydani
videoga olishga ulgurmadim. Shuning uchun bugungi video, ya'ni bugungi sanani videosi bo'lmaydi. Adashmasam ikkita stopimni olishga ulgurdim. Qolganini уже сделкаga kirdim. Сразу selga yurdi. Shu selga yurganda biz foydamizni olib chiqib ketdik. Shu bilan faqatgina skrinshoti bor bo'ldi. Videosini zapis qilishga ulgurmadim. Xudo xolisa o'sha как положено videolarni joylaymiz. Videolarni sizlar bilan birgalikda, ya'ni mana shu shotni birgalikda 1 yil davomida boshqarib boramiz. Xudo xolisa ko'pchilik so'rabdi, ya'ni anaqani bering, nima deydi, investorskiy parol loginni bering deyishibdi. Buni o'ylab ko'ramiz va xudo xolisa investorskiy parol loginni ham beramiz. Bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. Buni sheriklar bilan, ya'ni o'zimni yaqinlarim bilan maslahatlashaman. Keyin уже parol loginni xudo xolisa beramiz. Пока что mana shu holatda, mana shu tartibda challenge olib boramiz va mana shu tartibda videolarni xudo xolisa ko'rib borsanglar bo'ladi. Har kuni как положено faqatgina sizlar uchun mehnat qilyapmiz va sizlar uchun anaqalarni qo'yib boramiz, ya'ni videolarni qo'yib boramiz. O'ylaymanki, kim uchundir manfaatli bo'lyapti, kim uchundir balki bo'lmayotgan. Chunki negativlar ham bor, yo'q emas va bu negativlarni lichna men o'zim to'g'ri qabul qilaman. Kimdirga biz savdoyimiz yoqadi, kimdirga biz savdoyimiz yoqmaydi. Самое главное, men kimlargadir o'xshab sizlarni aldayotganim yoki minuslarimni yashirib turib faqat foydamni ko'rsatayotganim yo'q. Sistema bo'yicha minus yeyaptimi, minuslarni ham ko'rsatyapman. Foyda qilyaptimi, foydalarni ham ko'rsatyapman. Lekin tepada Xudo turibdi. Ya'ni biz har kuni stabilniy foydada chiqyapmiz. Hech qanaqa bu yerda nimadirni переделки qilish, nimadirlarni to'g'irlash yoki montaj qilish degan narsa umuman ketayotgani yo'q. Как положено, o'sha depozitda stabilniy savdo qilib boryapmiz. Xudo xolasa, endi bu narsaga kim ishonadi, kim ishonmaydi, lichna menga вообще qizig'i ham yo'q. Bir ikkita odam kommentda yozibdi, demo qiroli. Хорошо, demo qiroli bo'lsa, mayli, demo qiroli deb hisoblaymiz. Значит, men demodan pul yechib turib, o'zimning hayotimni kechirayotgan ekanman. Demodan pul yechib turib, o'zimga o'sha mashina yoki nimadirlar olayotgan ekanman. Bunisiga ham roziman. Самое главное, demo bo'lsa ham pul yechyapmanmi? Bo'ldi. Men uchun shu eng muhimi. Pulimni yechyapman, ota-onamni, oila a'zolarimni boqyapman. Kimlargadir yaxshiligim tegayapti. O'zimni ham hordig'imni chiqaryapman. O'zim maqsad qilgan, o'zim niyat qilgan narsalarimni ham sekin-sekin erishib boryapman. Va bu demomi yoki realmi, bu narsani menga lichna farqi yo'q va men o'zimni как положено tretimni olib boraveraman va bu joyda nimani niyat qilgan bo'lsam, nimani maqsad qilgan bo'lsam, shu maqsad sari ketaveraman. Kimlargadir o'xshab chiqib turib 6 oy yo'q bo'lib ketib chiqib turib yangi bilim o'rgandim, backtest qildim deb maqtanmayman. Yoki aytdi kimlargadir o'xshab mashinalarimni olib chiqib maqtanayotganim yo'q, boshqa qilayotganim yo'q. Bu challenge men lichna o'zim uchun va lichna o'zimni kontentim uchun qo'yib boryapman. Hech qanaqa kursga yoki boshqaga sizlarni chaqirayotganim yoki sizlarga qanaqadir kurs uchun предложение berayotganim yo'q. Bu hammasi lichna meni o'zim uchun. И все, bo'ldi. Va bu sizlar uchun kontent. Kim xohlasa o'ziga bu narsadan xulosa chiqaradi, kim xohlamasa просто bundoq o'tkazib olsin, bo'ldi, tamom. Boshqa hech nima yo'q. Biza negativlarga hech qanaqa bizni yomonlagan insonlarga yoki boshqa narsalarga qarab ish tutmaymiz. Men hech qachon insonni gap so'ziga qarab ish tutmayman. O'zim xohlagan ishimni qilaman, o'zim maqsad qilgan, ya'ni o'zim niyat qilgan maqsadlarimga o'zim sekin-sekinlik bilan erishaman. Avvalambor Allohga tavakkal qilganman va tavakkalimdan hech qachon zarracha ham shubhalanmayman. Shuning uchun men faqat gazini bosaman, tamom. Yo'limda kim chiqadi, kim meni yomonlaydi, kim meni trader emas deb biladi, menga qiziq emas. Men tradermanmi, menga umuman qiziq emas. Men o'zimning foydamni qilaman. O'zimni как положено nima maqsadim bo'lsa, shu maqsadim yo'lida ketyapman. Hech kimga yomonligim, hech kim bilan qiziqishim ham yo'q. Va ko'pchilik aytadi, traderlarni kuzatasan. Men birorta traderni kuzatmayman. Kim meni kuzatadigan bo'lsa, meni podpiskamni, ya'ni
qilib подписка tashlab qo'ygan. Даже подписка za ответga ham olmaganman. Bu ответga ham olmaganman. Shuning uchun menga qiziq emas. O'zbekistonda kim eng zo'r trader, O'zbekistonda eng zo'r ko'p pul topadigan trader вообще qiziq emas. Hammani prosta omadini bersin bo'ldi. Tamom. Boshqa gap so'z yo'q. Biz har doimgidek challenge'imizni davom etamiz. Va sizlarga ham Xudo xolasa xuddi shunaqa stabilniy daromadni Allohdan so'rab qolaman va mana shu sohada qiynalib yurgan, mana shu sohada mehnat qilayotgan Alloh taolo barchalarni omadinglarni berishini so'rab qolaman. Bu sohada raqib degan narsa yo'q. Bu sohada do'st bor, bu sohada aka-uka bor. Lekin bu sohada raqib degan narsa yo'q. Siz o'zingiz depozitingiz uchun xohlagan summangizni ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda raqib degan narsa yo'q. Shuning uchun men uchun ham meni shogirdimmi, mendan zo'r bo'lib ketgan treydermi yoki boshqami, menga umuman qiziq emas. Va men sizlarga raqib emasman va raqib deb ham o'zimni hisoblamayman. Professional treyderlar juda ham ko'p va biz ularni hurmat qilamiz va hammaga omad tilab qolamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Sog' bo'ling.